uyda o'tiradigan onaxonlar, dekretga chiqqan kelinlarimiz, kim uyda o'tirib pul topaman degan ayollarimiz, ko'pchilik qiynalib qolgan, uyda o'tirib qayerdan pul topaman deb o'ylaganlaringlar, kredit, ipoteka yopaman, qarzlarimni uzaman degan odamlarga katta shans. Amerikani kompaniyasi bir kunda $150 pul topishingiz mumkin. Ikkita odam registratsiya qilsangiz, sразу счетingizga $150 tushadi. Kunduzimi, kechasimi farqi yo'q, sразу tushadi. Undan ko'proq registratsiya qilishingiz, u sizga bog'liq, ko'proq topishingiz. Odamlar 10 ta oshiq pul topishib, odamlar registratsiya qilishadi. Qirg'iziston, O'zbekiston, Rossiya, 56 ta davlat, hammasi bor buni ichida. Amerikani o'zidan meni shu bolalarim shu meni qo'shdi. Tekshirib, advokat orqali, chipachin kompaniya. Kim ishlashni xohlasa, uyda o'tirgan holda, katta xotinlar, onaxonlar hammasi ishlayapti shu yerda. Qo'rqmasdan kirib, o'zinglar uyda o'tirgan holda pul ishlashingiz mumkin. Sizlarga katta yutuq shu uyda o'tirib, men orzu qilganman shunaqa kompaniyada bormikin shu uyda o'tirib pul topadigan deb. Men salam, men orzuyimga erishdim. Hozir uyda o'tirgan holda o'zim ham shu kompaniyada ishlayman, pul topaman.